Buni ko'tarilma. Gradus. Gradusning ko'tarilganini bayqama, birov 80 ga deying ko'tarildi. 80 ga deymi? Ko'tarilma bir yerda bo'lsa. Чисто формальность qo'rqmayapmiz. Bu ishning shu. Чисто формальность. Biz keldik, ko'rdik degan so'z. Traktor boshqamniki. O zayezdda bo'lgan. Qani водитель? Zayezdda. Водитель, ha. Водитель Damashq. Mana shu kamchilik uchaydi. Endi bundayda qarang. Hech qilib, просто hozir siz haydatib ko'zishga, boshqa qilishga bu kishi men chaqirdi. Tushundim. Endi buni sharoitini aytaman sizga. Bu 90 gacha boradi, issiqligi. 90 likka borgan paytda mana bu yerdan havo chiqaradi. O'zi avtomatik. Ha, avtomatik. Ichida buni 2 давление bo'ladi. O'sha uchun sapun qo'yilgan. Bizangida eski traktorlarda просто teshikcha emasda, sapun klapan qo'yilgan bunga. Endi bu sovigandan keyin qaytarib suradi. 1-1,5 давлениеgacha suradi. Isib turganda 0,8 давление ushlab turadi bu. Bunday ochasida, bunday bo'lsa pishtita. U hech qanday muammo yo'q. Keyin sizlarda buni moy oqishi hamma joy mamnun. Tushunyapsiz-a? O'shani hisobidan mana bu yerda davleniya yig'ilgan payt, mashina qiyshaygan payt, moy kelib shunday tekkan payt pishtitkiza havo chiqaradi-ku. O'sha payt moyni quvaveradi. Hozir nima shart emas, bo'lmasa Hech qanday bilmayman men. Bu просто makrit etgan. U makrit etgan hech narsa qilmaydi. Agar tog' действительно oqarda, mana bunday qilib moy, unda ko'rsak bo'ladi. Hozir nima deya olaman men? Yo'l mana ko'rsiz, noteshikligini. Mana yerga chiqishni o'zi bilan bo'ldi o'zirga.